Har bitta ota qizini uzatgan paytda mana shu holatga tushadi. Umuman ahamiyati yo'q. Yoshi, millati, dini, qayerda yashashi ahamiyatsiz. Har bitta ota qizini uzatayotgan paytda ichidan nimadir uziladi. Chunki ota bilan qizni o'rtasidagi boshqacha bir rishta bor. Boshqacha bir bog'liqlik. Otalar qizlarni boshqacha yaxshi ko'radi, boshqacha erkalatadi, jondan o'ta azizda. O'g'illar ham xuddi shunday. O'g'illarimizni ham yaxshi ko'ramiz. Lekin qizlar nisbatan boshqacha. Qizlar uchun ham eng birinchi raqamdagi qahramon bu ularning otalari hisoblanadi. Otalarni yaxshi ko'rishadi. Men iltimos qilaman, hurmatli aka-ukalar, agar uylangan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizni ham jondan ortiq ko'ruvchi otasi borligini esdan chiqarmang. Sizni turmush o'rtog'ingiz bilan otasini o'rtasida mana shunday bir rishta bo'lganki, qachonlardir. Siz sababli sizga turmushga chiqaman, siz bilan birga umrimni oxirigacha yashayman deb turib, mana shu ota bilan bo'lgan rishtasi uzilgan. Iltimos qiladigan narsam, iloji bo'lsa, tez-tez yuborib turinglar uyiga. Borib ko'rib turishsin. Vaqt keladi, agar qiz farzandingiz bo'lsa, qachondir siz ularni uzatasiz va xuddi mana shu holatga tushasiz. Sizni ham ichingizdan nimadir uziladi o'sha paytda. Ko'zingizdan shu darajada yoshlar oqadiki, bilib bo'lmaydi, to'xtata olmaysiz bu narsalarni. Biz jiyanlarimizni uzatganimizda xuddi mana shu holatga tushganmiz. Men umid qilaman, har bitta oila, har bitta opa-singillarimiz baxtli bo'lishsin. Oldimizda katta bo'layotgan qizlarimiz hammasi baxtli bo'lishligini, qo'shgan bilan qo'sha qarishligini umid qilamiz. Mana shu narsa e'tiborga olinsa yaxshi bo'lardi.